Man Petyorkaman, ya'ni mutlaq yordam. Vazifam Kerrini qo'riqlash, vart qo'yish, komandaga ko'z bo'lish. Ba'zida vart tekshiraman deb o'lib qolaman. Keyin esa fit qildi deyishadi. Fit qilmay deb vart qo'ymasam, yana vart qo'y deyishadi. Agar laynda Kerri bilan kirib talashsang, Petyorkada o'ynama. Man chetverkaman, ya'ni yarim yordam. Vazifam Petyorkadan ortgan vartlarni qo'yish. Nafaqat troyka, balki midirga ham qarashaman. Kerak bo'lsa uronga ham kiyinaman. Agar dushman Petyorkani vartlarini topolmay, troykenga sharoit yaratmasang, chetverkada o'ynama. Man troykaman. Komandani tankiman. Oldinda yuraman. Boshqalni man boshlayman va uzoqroq yashashim kerak. Qo'pol qilib aytganda, birinchi kirib bo'ladigan pozitsiyaman. Agar birinchi kirishga qo'rqsang, troykada o'ynama. Man dvoykaman, ya'ni mayder. Funksional vazifam tezroq level ko'tarish. Kerrimga yordam berish, gang qilish, kill berish. Kerri yaxshi bo'lsa, tankimga qarashaman. Agar birga birda ham turmasang, midga chiqma. Man number 1 man, ya'ni Kerri. Vazifam o'yinni yutib berish, lekin ungacha go'dakka o'xshaman. 35-45 minutgacha menga tegmanglar. Farm qilaman. Meni rozi qilsanglar, oxirida men hammani rozi qilaman.